qanaqadir terapevtga borishni davomiyligi bormi? Masalan, bir 6 oyda deymizmi, 3 oydami? Bemor o'ziga o'zi tashxis qo'yish internet orqali o'qib yoki DPT chatga savol berib, bu noto'g'ri deb bilaman. Biza bu holatni to'xtatishimiz kerak. Nimaga deng? Chunki butun dunyoda antibiotik rezistentность pandemiyasi hosil bo'lyapti. Bu degani Qachondir bu pokoleniyalar tugab qoladi, to'xtaydi. Chunki biz hozir oxirgi pokoleniya уже antibiotiklarni ishlatishga ulgurdik. To'g'ri, eng zo'r antibiotikni bersangiz, siz eng zo'r vrach bo'lasiz. inson ungacha masalan gepatit B, C ga topshiradi. Lekin stomatologga borganda tekshirmaydi, pedikyur manikyurga borganda tekshirmaydi. O'sha bizning sohamiz charchashni faqat yoshga biz bog'lab qo'yamiz. To'g'ri. Yoshlar katta tabiiy holda qabul qilamiz. Aslida bu aytganingiz juda ham noto'g'ri. Hozirgi paytda juda ham aktual muammo bu VICH SPID. Assalomu alaykum hurmatli Medion kanalining kuzatuvchilari. Bugun bizning podkastimizning ikkinchi soni va sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Sizlar tomonidan kelgan savollarni inobatga olib, bugun insonning ichki kasalliklari va bugungi kunda aktual bo'lgan mavzular, shamollash, immunitet va umuman ichki a'zolar bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar haqida gaplashamiz va buning uchun sizlarga maxsus mehmonimiz Medion Innovation klinikamizni oliy toifali terapevti, nutritsiolog, integrativ vrach Gulchehra Mirvaliyevnani taklif qilganmiz. Gulchehra opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Gulchehra opa, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va Rahmat. birinchi keling savolimiz, insonlar terapevtga qachon murojaat qilishlari kerak? Terapevt bu ichki kasalliklarni muammosini hal qiladigan shifokor. Ko'pincha terapevtga kattalar murojaat qiladi va terapevt ko'p muammolarni hal qilib bera oladigan, birlamchi ko'radigan shifokor. Qanaqadir terapevtga borishni davomiyligi bormi? Masalan, bir 6 oyda deymizmi, 3 oydami? Mana ba'zi bir kasalliklar bor, ko'p eshitamiz, ular simptomsiz, hech qanaqa bir shikoyatlar, belgilarsiz o'tadi. Shunaqa holatda qachon odam o'ziga men terapevtga borishim kerak degan xayolni boshidan o'tkazishi kerak? Shohjahon, bilasizmi, oldingi sovet paytida insonlar yiliga bir marta dispanserizatsiya o'tardi. Har bir inson mutaxassisdan o'tib, keyin terapevtga kirardi. Terapevt hamma oxirida xulosa qilardi. Nima kasallik aniqlandi va shu bo'yicha reja tuzalardi va shu rejaga amal qilib, kerak bo'lsa 3 oyda, kerak bo'lsa 6 oyda shu bemorni nazorat qilardi va to'g'ri davolanayotgan bo'yicha ega bo'lardi. Hozir qancha paytda murojaat qilish kerak? Mana oldin 1 yilda paytda aytib o'tdingiz. Hozir qanaqa muddatlarda? Hozir endi bizada ko'pincha insonda muammo paydo bo'lgandan keyin shifokorga murojaat qiladi. Lekin ahamiyat bergan bo'lsangiz, har bir klinikada kardiolog, revmatolog, gastroenterolog, pulmonolog va hokazo shifokorlar bor. Lekin ular bir tor mutaxassislar. Oldinmi birinchi terapevt ko'rish kerak. Terapevt ko'rgandan keyin yo'nalishni qilib beradi. Lekin terapevt ham ko'p muammoni o'zi yecha oladi. Chunki u o'tkir kasalliklar, o'tkir respirator kasalligi, masalan, o'tkir gastrit, surunkali kasalliklar, surunkali bronxit, Hobel bronxialna astma, gepatit, surunkali hokazo kasalliklarni biladi va qanaqa davolanish kerakligini rejani tuzib bera oladigan mutaxassis. Tushunarli. Demak, mana bunaqa o'ylasak bo'ladimi? Odam qayerga og'rishidan qat'iy nazar birinchi navbatda terapevtga murojaat qilish kerak. Agar terapevt o'zida yechim topiladigan bo'lsa, terapevt o'zi davolash kerak va agar tor doiradagi mutaxassisdan yordam kerak bo'lsa, demak siz orqali boshqa mutaxassislarga yo'naltirsa, albatta, bu to'g'ri bo'ladi. Bu shu to'g'ri bo'ladi. Yana bitta narsa borki, vrachga borsang, kasallikni topib beradi. Hozir qo'y shu vrachga bormay qo'ya qolay, mani yo'q kasalligimni ham chiqarib bermasin deb borishmaydi. Mani fikrim shu bo'yicha salbiy, chunki inson kasallikni oldini olsa, vaqtida davolasa, uni asoratlari kamayadi. Va bir gap bor,
o'rischada. Здоровых людей нет, есть недообследованный degan narsa bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, doim shifokor qo'rqmasdan ularga murojaat qilish kerak. Chunki shifokor yo'nalish ko'rsatib beradi va asoratlarni oldini olib beradi. Biza hech qachon ularda yo'q bo'lgan kasallikni biza chiqarib bermaymiz. Biz To'g'ri, faqat borini ularni ko'z oldilariga keltirib berishimiz. Agar eshitgan bo'lsangiz, Amerikada funksionalniy meditsina degan maktab bor. Uni asosiy yo'nalishi oddiy kasallikni rivojlanishini birinchi qadamlarni topib berish, nutritivniy defitsitlarni yo'qotib berish, umumiy bemorni ortiqcha vazni bo'lsa, ortiqcha vazni bilan ishlash, insulin rezistentность bo'lsa, shu bilan ishlash. Masalan, ahamiyat bering, bir xil oilada ota-onasida Alsgeymer kasalligi, Parkinsonizm bo'lgan. To'g'ri, genetik holatlarni biz yecha olmaymiz, lekin epigenetik holatlarda biz yordam bera olamiz. Bu odamni shu kasallikka kelmasligi uchun 10 yil, 15 yil oldin u bilan to'g'ri ishlab borishimiz kerak. Chunki Alsgeymer bo'lgandan keyin biz faqatki shu kasallik rivojlanishini sal kamaytirib beramiz. Boshqa hech ta'sir qila olmaymiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, yana bir marta qaytarilyapman, shifokor qo'rqmasdan bir ikkita o'zida yoqmagan holati bo'lganda ham murojaat qilish kerak. Biz o'ylaymizki, charchash bu oddiy holat. Yo'q, charchashga omillar ko'p. Anemiyadan boshlab buyrak yetishmovchiligigacha. O'sha bizning sohamiz oddiy charchashni faqat yoshga biz bog'lab qo'yamiz-da, yoshlari katta qarib qoldi deb, tabiiy holda qabul qilamiz. Aslida bu aytganingiz juda ham noto'g'ri. Chunki mana nechta yosh kattalarni ko'ramiz, ular analiz topshirishadi va ko'pincha ularda anemiya holatini ko'ramiz. Va ferritin bu temirni zaxirasi past bo'ladi. Agar biz shu bilan ishlab, shularni ko'tarib bersangiz, vitamin D ni ko'tarib bersangiz, ko'pchilik bemorlar ancha doktor rahmat, ahvolim yaxshilandi, kuch paydo bo'ldi deyishadi-da, shu oddiy narsalar bilan ishlaganimizda. Qarang Gulchehra opa, mana bu hozirgi kunda modaga aylandimi yoki rostdan ham shunaqami, aktualligi juda bir baland bo'lib ketdi. Vitamin D ga urg'uni biz ko'p beryapmiz. Lekin bu moda emas. Nimaga desangiz, biz mana O'zbekistonda yashagan taqdirimizda ko'pincha bizani ayollarimiz ko'pchilik o'rangan, erkaklar ham quyoshdan qo'rqishadi va bizani tanamiz bir 45% tanamiz ochiq bo'lishi kerak vitamin D terdan so'rilishi uchun va sintez bo'lishi uchun va quyosh ugli tushishi to'g'ri bo'lishi kerak-da. Shunda bu sintez yaxshilanadi, lekin yoshi katta bo'lgan odamlar teridan vitamin D3 sintezi ayni pasayadi. Lekin ahamiyat bering, biz dengiz balig'ini yemaymiz. Vitamin D ga boy narsalar. Ratsionimizda vitaminga boy narsalar nisbatan kamroq. Hozirgi paytda eshitgan bo'lsangiz, bu vitamin D emas, bu D gormon. Nimaga? Chunki unda retseptorlari bor. Retseptorlarga faqat gormonlar o'tiradi. Bir xil insonlar uzoq payt defitsit vitamin D da yurgan, retseptorlari ham kamayib boradi. Shuning uchun u odamlarga biz katta doza berishimiz kerak va nazorat qilishimiz kerak vitamin D ni qonda. Tushunarli, demak, aziz kuzatuvchilar, biz serquyosh O'zbekistonda yashashligimiz bu bizada vitamin D ga bo'lgan ehtiyoj yo'qligini bildirmaydi. Albatta, ushbu vitaminni miqdorini analizlar orqali biz tekshirib turishimiz shart. Tushunarli. Yana bitta aktual mavzuni ko'tarmoqchiman. Men o'zimdan kelib chiqqan holda, mana qish bo'yi umuman kasal bo'lmadim deb ayta olaman, shamollamadim deb ayta olaman. Lekin mana bahor fasli boshlandiki, menda shu o'tib ketmaydigan shamollash, nasmir deymiz, tumov jarayonlari qanchalik o'zimni asrasam ham o'tib ketishi juda qiyin bo'lyapti va ko'rib turmanki, bu holat faqat menda emas ekan. Boshqalarni ham ko'rib turibman. Odatda biz yoshligimizda 1 kun, 2 kun, ana boring 3 kun davomida kasal bo'lardi. Hozir nimaga bunaqa haftalab shamollashib ketmasligiga sababni nima deb o'ylaysiz? Shu mana bu Covid yo qaytalandimi, yo Covid biza bilan qoldimi? Shohjahon, bilasizmi, inson yiliga 1-2 marta o'tkir respirator kasalligi bilan kasallanish kerak. Bu immunitetga trenirovka. Bu norma. Demak, yiliga 1 marta bo'lishi norma. Odam 3 kun harorat ko'tariladi 38 gacha va 3 kundan keyin immunitet hosil bo'ladi va bemor sog'ayib ketadi. Lekin hozirgi paytda ahamiyat bergan bo'lsangiz, bemorlar birinchi ismalagan kunidan
Ibuklin, Nimisil 37.3, 37.5 da ichishni boshlaydi. Bir xilla umuman deksametazon qilishni boshlaydi va immunitet chala jonday hosil bo'lmaydi. Immunitet hosil bo'lmaydi va surunkali holatga aylanadi. Bir xil holatlarda bakterial infeksiya qo'shiladi va oxiri antibiotikka majbur bo'lamiz tavsiya qilishga. Va siz aytdingiz, mana bahor payti tumov boshlanadi. Agarda bahorda boshlangan bo'lsa, biz albatta allergik holat bilan buni taqqoslashimiz kerak. Bu o'tkir respirator infeksiya yoki allergiya. Chunki bu holatda burunda dumov bo'lishi mumkin. Xo'p, tushunarli. Demak, biz birinchi kundan dori darmonlarni tez yaxshi bo'laman deb qabul qilib, aslida biz pasayayotgan kuchsizlangan immunitetimizga yana kuchsizlantirib qo'yar ekanmiz. Mana shu kuchsizlangan immunitetni, mana bahorda vitaminlar yetishmovchiligi deymiz, ko'katlarga dostupimiz hali kamroq deymiz. Qanaqa qilib immunitetimizni ko'tarishimiz mumkin? Mana bu har xil hozir immunitetingizni ko'taring degan televizor orqali reklamalarni ham ko'zimiz tushadi, har xil kapelnitsalarni. Shularga bir munosabatingiz, immunitetni ko'tarishimiz uchun bahor mavsumida ayniqsa nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Endi Shohjahon, inson yil davomida birinchidan to'g'ri ovqatlanishi kerak. Iloji boricha ko'katlar va sabzavotlar bo'lishi kerak, sezonniy narsalar. Deyarli yetarli suv ichish kerak. Hozirgi paytda eshitgan bo'lsangiz, limon, imbir degan narsalar bor. Imbir o'zi immunitetni ko'tarishga yordam beradigan holat. Agar inson o'zida tez kasallangan bo'lsa, albatta yana qaytarilamiz, vitamin D ni ko'rish kerak. Kasallik paytida vitamin D ichib, sink, askorbink, magniy ichsa, bular yordamchilar, immunoglobulin antitela hosil qilishga yordam beradigan narsalar. Masalan, ularni kasalligi birinchi soatlarda ichishni boshlasa, immunitet tezroq javob beradi, antitela tezroq hosil bo'ladi. Tushunarli. Ko'pchilik yana hozir beradigan savolim sizga, yana ko'pchilikni savollaridan kelib chiqib, ba'zida insonni o'ng tarafi og'rib qolishi mumkin, chap tarafi og'rib qolishi mumkin, ko'kragi og'rib qolishi mumkin. Mana shu aynan qaysi joyi, bu jigarmi, bu o't pufagimi, oshqozonimi, qanaqa qilib bilib olsak bo'ladi? Mana shu haqda ham bir yoritib bersangiz. Shohjahon, endi bizani oshqozon ichak sistemasi qizil o'ngach, oshqozon, 12 barmoq ichak, ingichka va yo'g'on ichakdan iborat. Bundan tashqari jigar, o't pufak va oshqozon osti bezi bor. Ko'pincha insonlar o'ziga o'zi tashxis qo'yishni o'rgangan. Internetdan o'qib oladi, menda o't pufak yoki mani oshqozon osti bezim og'riyapti. Bir xil holatlarda shifokor birlamchi ko'rib, keyin bir ikkita обследование o'tkazgandan keyin shu tashxisni to'g'ri qo'ya oladi. Bemor o'ziga o'zi tashxis qo'yish, internet orqali o'qib yoki DPT chatga savol berib, bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki mana sizni gapingizda o'tgan kuni menga bemor keldilar, bitta ayol kishi o'tkir og'riq qorin bo'shlig'ida 10 tarafni bosgandan keyin sakrayapti haqiqatdan, appenditsitga podozrение. O'sha paytda biz leykositoz topshirib UZI qilishimiz kerak, lekin o'sha paytda ularda imkoniyat bo'lmadi. Bizda Medion klinikamizda Innovation'da asosan kardioxirurglar, men uni abdominalniy xirurgga yubordim. Abdominalniy xirurg nazorat qildi bemorni, simptomlari 50 ga 50. Masalan, bir xil shifokor operatsiyaga oladi, appendektomiya qiladi. Lekinde men yuborgan shifokorim, keling, bir kun nazorat qilamiz, ertaga siz endoskopiyaga kelasiz, ko'ramiz. Endoskopiya qilsa, o'tkir yazva, privratnik o'tkir yazvasi. Qarang, simptomlari appenditsitga o'xshaydi. Bu yerda o'tkir yara kasalligi chiqadi. Shuning uchun bemorlarga yana bir qaytarilyapman. Bitta shikoyatingizni yozib, o'zingizga tashxis qo'yish bu noto'g'ri. Bir xil holatlarda shifokorlar o'ylab to'g'ri tashxis qo'yish uchun vaqt kerak bo'ladi. Albatta. Keyin mana bu zo'r mavzuni ko'tardingiz Gulchehra opa. Mana ChatGPT hozir juda ham unga savol berish va u orqali biz xohlagan javobni olishimiz mumkin degan xayol globallashib bormoqda. Men o'ylayman, bunga sal nisbiy yondoshishimiz kerak va albatta shifokor internet bilan hamohang bo'lish kerak. Lekin faqat GPT ni o'ziga savol berib, undagi javobni 100% bu haq degan fikr bu noto'g'ri menimcha. Men o'zimda misolni aytib bermoqchiman.
qabulimga oddiy EKG ni расшифровкасini qilish uchun kirishdida. Lekin menga kirishdan oldin ular EKG ni o'zini расшифровкасini GPT da rasmga olib GPT ga o'zi berishgan ekan. Endi bu yoqda do'la sekund kengaygan holatda ham GPT umuman kasallik deb bergan. Men ko'rdim, yosh yigit va hech qanaqa muammosi yo'q. EKG sog'lom desam, menga ishonch sal pastroq bo'ldi. Keyin sal chuqurroq u bilan gaplashsam, shunaqa mani ayolim GPT bilan juda yaxshi shug'ullanadi deb berganda, unda juda bir qo'rqinchli kasalliklarni ham keltirib chiqargan. Endi o'shaning uchun ham aytmoqchimanki, albatta Google dan ham, GPT dan ham siz nimani so'rasangiz, sizga o'zingizga ma'qul bo'lgan javobni qaytarishga harakat qiladi. Shu internet bilan ishlash uchun ham baribir mahorat kerak va har bitta unga berilgan savollar javobi to'g'ri degani noo'rin. Biz shuni to'g'risini to'g'riga, noto'g'risini noto'g'riga ajratish uchun biz shifokorlar, demak, o'zimizni vazifamizda turishimiz kerak deb o'ylayman. Keyin yana bitta savol, bu mavzu haqida siz bilan boyam gaplashgandim kadr ortida. Bu ham o'zim bilan bog'liq bo'lgan savol bo'ldi. Aptekaga kirdim o'zim ishim bilan, dori olmoqchiman va birdan iste'molchi kirib, qorin og'rig'iga doringiz bormi deb aptekachidan so'radi. Bizada hozir moda-ku, doktordan emas, albatta aptekachidan so'rash kerak. Va aptekachi ham hech qachon qanday retseptingiz bormi yoki men bilmayman, bu meni yo'nalishim emas demaydi. Va o'zida shu o'zidagi bor bilimdan foydalangan holda shu davolashga harakat qiladi va agar haqiqatga yaqin dorini bersa ham mayli edi, prям antibiotikni o'zini berdi. Mana shu antibiotikni berdi. Va mana shundan yaxshi bo'lib ketasiz. Shohjahon, bilasizmi, butun dunyoda antibiotiklar va ko'p dori vositalari retsept bo'yicha beriladi. Bemor retsept olish uchun kerak bo'lsa 1 hafta, kerak bo'lsa 1 oylab shifokor navbatini kutadi. Masalan, men juda ham salbiy bu holatga qarayman, chunki men ham sizdagi bir necha marta shunga muayyan bo'lganman. Kelishadi, bolamda gijja bor deb, gijjaga qarshi dori beradi. Qanaqa gijja, necha kun ichish kerak, qaysi payt ichish kerak va undan keyin qanaqa, nima qilish kerakligini sizga farmatsevt aytolmaydi. Biza bu holatni to'xtatishimiz kerak. Nimaga deyim? Chunki butun dunyoda antibiotik rezistentность pandemiyasi hosil bo'lyapti. Bu degani bizani bakteriya, viruslar ham yashagisi keladi. U har qalay mutatsiyaga uchraydi. Mutatsiyaga uchragan sari antibiotik ta'siri yo'qoladi. Va hozirgi Всемирная organizatsiya VOZ yangi antibiotik gruppalarni razrabotka qilishidan to'xtagan. Chunki har safar bemorlar ham, bir xil shifokorlar ham yangi gruppani beraveradi. Masalan, oddiy pnevmoniyani o'zini birlamchi antibiotiki bor. Keyin alternativ gruppasi bor. Agar bu holatlar ishlamasa, birinchi kundan butun dunyoda passiv oladi va passiv chiqquncha birlamchi antibiotik beradi. Shu. Bizda bunaqa holat juda ham achinarli. O'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz, COVID paytida bemorlar 3 talab antibiotik olgan. Ular COVIDni og'irligidan o'tmaydi, doktor noto'g'ri davolagandan ko'proq ketib qolishdi. Aziz kuzatuvchilarimizga faqat nima deymiz? Antibiotiklarni iste'molda ham juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, chunki keyingi pokoleniya qachondir bu pokoleniyalar tugab qoladi, to'xtaydi. Chunki biz hozir oxirgi pokoleniya o'sha antibiotiklarni ishlatishga ulgurdik. To'g'ri, eng zo'r antibiotikni bersangiz, siz eng zo'r vrach bo'lasiz. Chunki bittada effekt ko'rasiz, lekin sizni bu o'limdan saqlab qoladigan holat emas-ku, ya'ni siz hali kelajakda yana bosh omon bo'lsa, yana kasal bo'lish bor, yana tomoq og'rishi bor yoki pnevmoniyaga chalinish bor. O'shaning uchun antibiotiklarda bittada yaxshi bo'lishni kutmaslik kerak. Imkon boricha nima deydi, slabiyroq, kuchsizroq bo'lgan etaplardan boshlash kerak. Shohjahon, hozir bilasiz, meni xursand qilayotgan narsa nima? Bir xil bemorlarim keladi-da, aytadi, "Men antibiotik olmayman" deb. Men aytdim, "Men sizga antibiotik tavsiya bermayman ham" deb. Chunki men uni eshitaman, analizlarni ko'raman, aytaman, hozirgi sizga antibiotikka muhtojligi yo'q. Men sizga fitoseptiklar, tabiiy o'tdan tayyorlangan narsalar tavsiya qilaman va ular juda ham xursand bo'lib chiqib ketishadi. Chunki qayerga bormasangiz, ko'pincha antibiotik tavsiya berishadi. Biz shifokorlar hech qachon tabiiy narsalarga qarshiligimiz yo'q.
Mhm. A, faqat shimiyaga o'tirib oldik degan joyimiz yo'q. Mhm. Kerak joyida albatta tabiiy narsalarni Albatta. tavsiya qilamiz. Albatta. Kerak joyda o'sha nimadan o'tgan, tadqiqotlardan o'tgan, исследованияdan o'tgan preparatlar bilan ishlaymiz. Bu Albatta, degani albatta. shifokorlar faqat dori yozadi, faqat ximiya yozadi degan Narsa emas. xayolni miyadan chiqarib tashlash kerak. Kerakli joyda, demak, tabiiy narsalarga ham biza u kerakli urg'uni beramiz. Mana shu tabiiy narsalar deganingizga hozir yana bir aktual mavzu bo'ldi. Mhm. Asosan bilmadim, bu bilan kosmetologlar o'zi shug'ullanishi kerakmi yo'qmi? O'zi kerak emas. Buni savoli ritorik savol, ya'ni javobi Mhm. aniq bo'lgan savol. Kosmetologlarda ham shunaqa hozir kokteyllar moda bo'ldi, detoks terapiyalar moda bo'ldi. Mhm. Jigaringizni tozalayman degan bir nima ostida juda ko'p reklamalarga ko'zimiz tushib turibdi-da. O'zi jigari tozalash kerakmi? Shunaqa qanaqadir kokteyllar, foydali kokteyllar bormi? Endi Shohjahon qarang, jigar o'zi detoks organga qaratilgan organ. Agar o't pufi yaxshi ishlasa, inson har kuni ertalab axlat ichib kelsa, bu organizm yaxshi o'zini vazifa bilan spravlyatsiya qilyapti. Unga qo'shimcha kerak emas. To'g'ri aytasiz, mana yashayotgan hayotimizda ob-havo, yeyotgan ovqatlarimiz va har kuni uyda ishlatayotgan bitaviy ximiyamiz baribir ularni salbiy ta'siri bo'ladi. Lekinda siz vaqtida keraklicha suv ichsangiz, kletchatka yesangiz, axlatingiz har kuni kelsa, masalanda, sizni jigaringiz o'zi funksiyasini bajarib kelaveradi. Agar siz vazningiz ortiqcha bo'lsa, insulin rezistentность, hokazo kasalliklar bo'lsa, bu protsess sekinlashadi. Endi kosmetologlarga qarasangiz, kosmetologlar yuz bilan ishlaydi. Yuzdagi muammolar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bu ichki organlarning muammosi. Shuning uchun bular bir o'zi ishlashi noto'g'ri deb bilaman. Albatta, yoki terapevt yoki gastroenterolog birlamchi yo'nalishni berish kerak va kosmetolog keyin tashqaridan qilinadigan ukollar, masalan, gialuronoviy kislota degan narsalar, vitamina, mezoterapiyani qo'llasa bo'ladi. Tushunarli. Gulchehra opa, demak, birgalikda ishlash kerak. Albatta. Oddiy ugri bo'lsa ham, uni sababi oshqozon ham bo'lishi mumkin yoki jigar xastaliklari ham bo'lishi mumkin. Albatta terapevt bilan maslahatlashgan holda bu ishlar qilinishi kerak. Xo'p, mana keling, jigar mavzusidan sal uzoqlashmagan holda yana bir savolim. Bu ham men o'zimga ham qarindoshlarim tarafidan ko'p berishgan. Gepatit C, gepatit B kasalliklari bor, ha? Bular e'tibor qilamiz, ko'pincha simptomsiz ham bo'lishi mumkin. Har doim ham simptom beravermaydi. Mana simptom bermasa davolash kerakmi o'zi yo'qmi? Yo anaqa qichimagan joyi deydi, mana shunaqa gaplar bor-ku. Kerak emasmi yoki именно simptom bergandan keyin biz e'tibor qilishimiz? Yo'q, bu gapingizga Shohjahon, bilasizmi nima? Hozirgi paytda ko'pchilik ayollar pedikyur, manikyurga boradi masalanda, yoki stomatologga boradi, yoki qanaqadir xirurgik tekshiruvlardan o'tadi-da. Inson ungacha masalan gepatit B, C ga topshiradi. Lekin stomatologga borganda tekshirmaydi, pedikyur, manikyurga borganda tekshirmaydi. Chunki bular bir yuqish yo'li, qon orqali, bu viruslar qon orqali o'tadigan. Man insonlarga aytaman, agar sizlar shunaqa holat вмешательство bo'lgan bo'lsa, bir yilda bir marta gepatit B, C ga topshiringlar. Chunki inson siz aytganingizdek faqat holsizlik sezishi mumkin. Holsizligini ko'p ishladim, yaxshi uxlamadim degan holatga aniq qilishi mumkin. Lekin bu narsa gepatit C медленный убийца. Lekin hozirgi paytda unga davo topildi. Lekin gepatit B ga haligacha ham davo yo'q. Insonlar yillar davomida virusga qarshi dorilar ichib yurish majbur. Chunki agar bu ish qilmasa, ular sirrozgacha va uni asoratlarigacha borishligi mumkin. Lekin bu dorilarni ichib turib, biz virusning nagruzkani kontrol qilamiz va bemor sog'lom insonday, nisbatan sog'lom insonday to'g'ri hayot tarzini olib boraveradi. Tushunarli. Demak, eng oddiy biza ahamiyat bermaydigan, misol uchun ayollarimiz oddiy manikyur yoki o'sha pedikyurga borish orqali, xudo ko'rsatmasin, sirrozgacha borishligi ham mumkin. Borishligi mumkin ekan. Hozirgi paytda juda ham aktual muammo bu VICH-SPID. Eshitgan bo'lsangiz, men ommaviy axborotlarda ham aytishadi, rossiyskiy SMIlarda ham berishadi. Oddiy pedikyurga borgan, boshqa hech qayerga bormagan
keyin nima deydi, operatsiya mo'ljallangan kosmetologический gepatit B, C, VIChga topshirsa, VICh положительный bo'lib chiqyapti. Mhm. Anamnezni tekshirsa, o'sha holat. Chunki ular ko'pincha оборудование sterilizatsiya qilmasligi ham mumkin-da. Tushunarli. Demak, oddiy mana shunaqa kasalliklarni yuqtirib olmaslik uchun kerak bo'lsa, shu manikyur, pedikyur yoki boshqa muolajalarni maxsus ixtisoslashtirilgan joylarda qilish kerak. To'g'ri aytasiz, bunaqa joylar bor ham. Bir xil, masalan, klientkalar o'zini pedikyur, manikyurning narsasi bilan boradi, Aha. o'zini himoya qilish uchun. Lekin hozirgi paytda juda ham sentrlar ko'p. Mhm. Ular shunda shunga urg'u berishadi. Mhm. Kelgan klientni kasallikni yuqtirib qolmaslik uchun. Medion tarmog'ida Mhm. medion estetik yo'nalishi bor. U yerda shunga to'g'ri yo'naltirilgan yuqori malakali shifokorlar ishlab, Mhm. to'g'ri yo'nalish ko'rsatishadi. Tushunarli. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Lekin siz agar mana shunaqa oddiy narsalardan bir og'irroq kasalliklarni yuqtirib olmasligingiz uchun bemalol bizani klinikalar tarmog'imizdagi Medion estetik mutaxassislariga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ularda antisanitariya qoidalariga juda ham qattiq rioya qilinadi. Boshqa juda ko'pchilik joylardan farqli ravishda. Ko'pchilik hozir yoshlarni ko'rib turibmiz, zavtrak, ya'ni nonushta qilishmaydi yoki umuman kimdir obed kuchli qiladi yoki kimdir ujinni, ya'ni kechki ovqatni juda ham kuchli qilishadi. Qaysi biri to'g'ri? Nonushta qilmaslik to'g'rimi yoki bir mana shunaqa ratsion haqida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Endi sog'lom inson 3 marta ovqatlansa to'g'ri deb bilinadi. То есть завтрак, обед, ужин. Lekin nutritsiologiyada protokollari bor, intervalli голодание bor. Lekin unga o'ziga показаниялari bor. Tasavvur qilinglar, Garvard talinkasi bor. Bu 23 santimetrli talinkani tasavvur qilsanglar, yarim talinka bu sabzavotlar, ko'katlar va ho'l mevalar bo'lishi kerak. 4dan biri bu to'g'ri uglevodlar va 4dan biri bu to'g'ri oqsillar. Bu hayvon oqsilimi yoki o'simlik oqsilimi aralash bo'lishi mumkin. Inson shu to'g'ri ratsional ovqatlansa, ko'pincha mikro makronutrientlarda yetishmovchilik bo'lmaydi. Va albatta raduga na tarelka degan narsa. Sabzavotlarning rangi almashib turishi kerak. Sariq, qizil, pushti, fioletoviy. Bu antioksidantlarga boy narsalar. Agar inson nonushta qilmasa, organizm o'ylaydi, "O'y, mani xo'jayinim ovqat yemadi. Men kechqurun yegan ovqatini zapasga yo'naltiraman." Oddiy inson keladi. Ya'ni semirishga olib keladi. Ortiqcha vaznga olib keladi. Bemorlar keladi, "Doktor, men atigi 2 marta yeyman, obedda va ujinda, zavtrak qilmayman" deydi. "Nimaga men semiryapman" deydi. O'shanda men tushuntirib boraman. Organizm ham energiyaga muhtoj. Qachon men yana energiya olaman deb kutib o'tirmaslik uchun siz zavtrak qilmasangiz, kechqurun yegan narsani o'ziga zapasga olib qo'yadi. Demak, Gulchehra opa, bizani kuzatuvchilarimiz to'g'ri ratsion tuzib berish bo'yicha ham sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Albatta, albatta. Iloji boricha yordam beramiz, chunki Shohjahon bilasizmi, nutritsiologiyada yana bir qaytarilaman, juda ham protokollar ko'p. Eshitgan bo'lsangiz, epilepsiya bilan ishlayotganda alohida protokoli bor. Masalan, allergik kasalligi bilan ishlaganda alohida protokol bor. Autoimmun kasalligi bilan ishlaydigan alohida protokol bor va zambiru bor kasalligi bilan alohida protokoli bor. Har bir protokol kamida 2-3 oyga mo'ljallangan va shu paytda biza bemorlarimizni birinchi ratsional ovqatlanishni o'rgatamiz, keyin 10 kundan keyin protokolga sekin o'tkazib tushuntirib boramiz. Qaysi ovqatlar, qaysi moddalar ko'proq bo'lishi kerak, qaysi moddalarni olib tashlash kerak. Demak, faqatgina kasallikni davolash dori darmon bilan emas, agar uni ratsionni ham to'g'irlasak, biz o'zimizni maqsadimizga, ya'ni patsientni davolash maqsadiga tezroq erishamiz. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, chunki ko'pincha bemorlar mana dori ichdim, tuzalmadim deydi. Men gaplashaman. Siz ratsioningizda nima yeyapsiz? Qancha suv ichyapsiz? Qancha jismoniy faolligingiz bor? Nechida uxlaysiz va qanaqa uxlaysiz? Qo'lingizda telefon bilan uxlaysizmi yoki yo'qmi? Shu hamma bu holatlari juda ham bemorni tezroq sog'ayib ketishiga katta rol o'ynaydi.
Gulchehra Mirvaliyevna, sizga aziz vaqtingizni ajratganingiz uchun, bizlar uchun, podkastimiz kuzatuvchilarimiz uchun sizga katta rahmat. Hurmatli kuzatuvchilarimizga aytadigan gapimiz, agarda sizda qanaqadir kasalliklar, ichki kasalliklar bo'layotgan bo'lsa yoki ovqatlanishda qanaqadir ratsionlarni tuzib berish, umuman menyular bilan ishlash va kasalliklarni to'g'ri yo'naltirish, o'zi mani qaysi kasallik bezovta qiladi, kimga murojaat qilishim kerak degan savollarga javob topolmayotgan bo'lsangiz, albatta bizani klinikamizni oliy toifali vrachi, terapevt, nutritsiolog, integrativ vrachimiz Gulchehra Mirvaliyevnaga bemalol savollar yo'llashinglar mumkin. Hattoki ushbu video podkast ostida biz albatta javob berib, kerak bo'lsa sizlar bilan bog'lanishga ham tayyormiz. Rahmat sizga kattakon taklif qilganingiz uchun. Sizga rahmat, o'zingiz ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Agar kuzatuvchilarimizga fikrlaringiz bo'lsa, bemalol. Sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, chunki prevensiya, profilaktika bu birlamchi narsa deb bilaman. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.